Yo'qmi? Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 22-mart. Mana biz Gorod Sankt-Peterburg, Gorod Kolpinada dachada ishimizni boshladik. Fundamentini qo'ydik. Keling operator. Mana ishini nolni oldik. Prorablar hammasi tekshirildi. Ko'rsatib o'ting operator. Mana armatura qo'ydik. Mana bir sloyga ishni boshladik. Xudo bir etajli dacha bo'ladi. Kirishasini oldik qo'yishdi. Xudo xolasa ishimiz bundan iborat. Ishimiz ob'yom gazoblot 40lik, armaturamiz 8lik. Mana bu yerga priyomka bo'ladi, armatura qo'yilmaydi. Shunaqa keling operator. Dachamizning bo'yi 18 metrga 9 metr. Kirishasi esa 9 kartlar bo'ladi. Operator keling. Shunaqa joylar. Mana bundan ko'ramiz, dacha qo'yamiz. Ishimiz shunga iborat. Hamma joyda kimga qiziq bo'lsa, like, podpisatsiya qilingizlar. Epga ehtiyot qiling. Operatorimiz bor. Mana shu syomka jarayonida ketyapmiz. Shunaqa yangiliklar. Bizdan uzoqlashmangizlar. Shunaqa ichaylik перегородкалар bor, xonachalar bo'lib chiqamiz. Har bir отдельно xona bo'ladi. Yana video davomida ko'rib borasizlar. Bizga podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. Oldindan rahmat, yana videolar kutib qolingizlar. Operator sog' bo'ling.